qilish masalasini shunda o'ttirib qo'y. Demak, bugun bu kun tartib keldi. Eng muhimi Jungo bunga qo'shildi. Amerika Qo'shma Shtatlarla hamkorlashib, Chavshan yarim oroli masalasini hal qilishga Jungo qo'shildi. Siz ham, biz ham bunda qo'shilishni olqishlaymiz. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezident Trumpning bu dana siyosati, qat'iy siyosati va jasorat bilan aql bilan o'ttirib qo'yilgan bu siyosatni, ya'ni Chavshanni birlik keltirishning vaqti yetdi degandek, Baki Fox apandi Washington vaqt gazetida shundaq degandek, shundaq bir paytda Chavshanni, Koreyani birlashtirish va bu yana tinch orolga aylantirishning vaqti keldi degandek, biz Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jumhuriyat Xalq Jamhuriyatining hamkorlashib bu masalani hal qilishni qo'llaymiz. Oxirgacha qo'llaymiz. Gap nada? Hozir shartlik jumla. Nima dedi? Jungo yordam berish kerak. Jungo biz bilan hamkorlashib Chavshanni yadro qurollari masalasini hal qilish kerak. Agar hal qilmaydi ekan, vaqtida biz o'z oldimizga hal qilamiz. Bu jumlaning logikalik tartibi. Hozir biz bu faktlarni logikalik tartibda, logikalik izchillik bilan selishtirib keldik. Vatandoshlarning yanama cho'nqur analiz va tadqiq qilishini umid qilamiz. Demek biz bu yerda uzundan beri Yalta konferensiya, Rossiya bilan Xitoy o'rtasida imzolanan Rus-Xitoy shartnomasi 45-yili, 1945-yili, 1950-yil deb sizlarga davomli qopishib keldik yoki so'zlab keldik deylar. Ana bugun o'tirdi bu yeshil. Biz bu ishni ko'p hollarda Yaponiya bilan Rossiya munosabatiga tahdid yoki bog'lab turib so'zlabdik. Mushu orqali hal bo'lishi mumkin ekan, lekin bu yerda nayt aniq bir jumla o'tirib chiqdiki, yuqorqi maqolaga naql elingan John Bolton apandining so'zida Chavshanning ikkiga parchalanishi, Koreya yarim orolining ikkiga parchalanishi 1945-yildagi huquq o'yini, qisqa muddatli huquq o'yini edi. Bolton apandi dedi ki, hozir Chavshanni birlik keltirishning vaqt masalasi va makon masalasi edi. Demak, kunlar shu yerga keldi. Siyosat shu yerga keldi. Endi biz haqiqiy holda Osiyoda bir o'zgarishning buldiganlik. Oxiri yana nima dedi chiroyli bir jumla bilan, buningdan 44 yil burun Ikkinchi dunyo urushidan keyin yoki Ikkinchi dunyo burundan emas, kechiringlar. Ikkinchi dunyo oxirlashib 44 yildan keyin Yevropa tavrash kirdi. Yevropa o'zgarish kirdi. Balki oxirida erkinlik Yevropadagi davlatlarga hukmron bo'ldi. Mustabidizm emas, erkinlik Yevropadagi davlatlarga hukmron bo'ldi. Maqolaning avtori Baki Fox apandim nima dedi? Oradan 60 yil o'tgandan keyin bugun Osiyoliklar ikki Koreyani birlashtirishga ma'qulga keldi. Harakatga keldi. İnqilobdan qachon yetib kelishni bilmaysan, bu mumkin emas, sezmaysan. Bu tabiiy holda yetib keladi deb ko'rsatdi Pakistan. Biz tahlil qilib shunday olaylik. Endilikda mushundaq vaziyatda, mushundaq kunlarda hozir prezident Rais Xi Jinping Amerikaga moslashib, Amerikaning degani bo'yicha o'zining fikrini qo'yishi mumkin. Moslash deganga butunlay Amerikaning gapiga ma'qul degan gap yo'q. Biz bunda demaymiz, aqmaydi. Lekin sen Amerika bilan hamkorlashib, Chavshan masalasini hal qilgan payt keldi. Endilikda sizlar diqqat qildinglar, hurmatli vatandoshim, biz yuqorqi maqolamizda nimani ko'rsatdik? Masalan, Suytiyankay, bosh elchi Suytiyankay bu qatim Floridada ko'l bo'yi oromgohida Rais Xi Jinping bilan prezident Trump suhbatida o'tkazilgan suhbatda ikki davlat rahbarlarining biriga-biri o'ltirib, yüz o'ltirib suhbatlashganligini, faqat tarjimonlarni yanada qo'yganligini qayd qildi Suytiyankay apandi. Ikkinchidan, Amerika Jungo munosabatidagi negizlik masalalar, diqqat vatandoshlar, negizlik masalalar, masalan Tayvan masalasi. Fakat bu yer Tayvan masalasi degan masala bir eg'iz gapda eg'izga elindi. Suytiyankay shundaq dedimi yoki hozir junguluqlar qo'rinib boshqa masalalarni, masalan Tibet masalasi, Xinjiang masalasi deydigandek masalalarni eg'izga elishdan qo'rinib tashlab qo'yib lekin undaq emas. Bugun Tayvan masalasi o'tirg'i chiqqan ekan. Aning kayinli o'tirg'i chiqqan yana bir masala nima? Jungoning egilik huquqi va zamin butunligiga berib ketiladigan masala. Xo'sh, o masalalarning qaysi masalalar ekanligini tasavvuringizga tashlang, hurmatli Turan apandi. Siyosatga shunday narsa, shunday bo'ladi.
Her qanday narsaning vaqti bor deydi ekan, mana shu vaqtiga ishonsak bo'ladi. Vaqtiga qayt qilsak bo'ladi yoki vaqtiga bog'lansak bo'ladi. Shu bog'lanish ichida, shu vaqtni tushunish ichida masala shu vaqt ichida bo'ladi degan gap. Siz biz qachon o'ylagan? 1945-yili 2-oyning 14-kuni ochilgan Yalta yig'inining 1989-yili kelganda 11-oyning 9-kuni ikki Berlinning yemirilishi yoki birlashishi, og'dirilishi sababli Yevropada gumron bo'lishi kim o'ylagan? Endi bugun xuddi shuningga o'xshash Osiyo qismiga kelyapti. Osiyo qismi demişler 100 bo'ldi. O'zgarish qanday bo'ldi? Buni u yerga yetib kelyapti. Biz boshda aytdik, Jungoning zamin butunligi, egilik huquqiga berib chetiladigan masala. Negizlik masala to'g'risida Prezident Trump bilan Rais Xi Jinping birma-bir o'ltirib, yüz so'zlashib, tarjimondan boshqa odamni qatnashtirmaydi. Mushundaq ayrim so'zlashdi yoki Filordadagi vaqtning 20dan ko'pragini shuning uchun sarf qildi dedi. 24 soat vaqt. 12 soatni chiqarib etan uxlashga, yemekka, o'ninga, buningga qoldi 12 soat. Buning ichida boshda aytdik 7 soatlik suhbat. Yani shu vaqtda shu vaqtning ko'pini yüz bir o'ltirib Jungo Amerika munosabatidagi negizlik masalalar, jumladan Tayvan masalasi va boshqa. Bu yerda ya ko'pchilik yo'q va boshqa deyildi xo'sh. Bundaqda boshqa deyilganda territoriya masalasi, egilik huquq masalasiga chetiladigan masalalar to'g'risida suhbatlar. Tasavvur qiling vatandoshlar. Ishlar mana shunday bo'ladi. Ishlar shunday keldi. Xo'sh, biz endi yana bir selektirib ko'raylik. Dal mush kunda, masalan, 4-oyning 7-kuni Florida shtatida Jungoning Rais Xi Jinping apandi bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining yangi prezident Trump apandi suhbatga o'ltirgan shu kunda ayni chaqda buningdan burun 22 yil burun 1998-yili Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Bill Clinton, sobiq prezident Bill Clinton Beijingda shunday suhbat qurgan edi. Men sizlarga so'zladim. Esinglarda bo'lishi mumkin, hurmatli vatandoshlarim, nima? Jungoning davlat chegarasi yoki territoriyasi zada qayerdan qayergacha? Tushundingizmi jumlaning mazmunini? O'xshashlar 21 muhim masala qatorida eng asosli 4 masala: Tayvan masalasi, Shanghangda demokratiya masalasi, Tibet masalasi, Xinjiang masalasi. Bundan 22 yil burun Beijingda sobiq prezident Bill Clinton tarafidan jang zaminning oldiga qo'yilgan. Bugun 22 yil o'tdi. 22 yildan keyingi bugungi kunda 2017-yili 4-oyning 7-kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining Florida shtatida ko'l bo'yi aramgoyida, ya'ni Prezident Trumpning xususiy klubida Rais Xi Jinping bilan Prezident Trump suhbat o'tkazganda masala qanday qo'yildi? Egilik huquq zamin butunligiga berib chetiladigan masala. Buningdan 22 yil burun sobiq prezident Clinton Beijingda Jungoning davlat chegarasi zada qayerdan qayergacha. Yani yaqinda menda bir o'zgarish bo'ldi. Men buni tahlil qilay deb vaqtimdagi vatandoshlar sizlarni oldingizga tashlab qo'yaylik. Men sizlarga yaqinda so'zlagandim. Junhua Taybey degan ismni chiqarib etib, Tayvanning vakili dedi, Janubiy Afrikada ochilgan xalqaro yig'inda dedim. Onundan keyin jim bu to'g'rida Tayvan to'g'risida ikinci bir masala o'tirg'i chiqmadi. Biroq yaqinda tunugillardan 2 kunning ichida Junhua Xalq Jumhuriyati hukumati, shunda hozir hukumatning ismi Tayvanga yana yangidan ism bekitdi. Burun nima deydi? Junhua Taybey deydi. Bu qatim nim dedi? Jungo Taybey dedi. Bu ish qachon yuz berdi? 4-oyning 7-kunidan keyin Prezident Trump bilan Rais Xi Jinping suhbatidan keyin yuz berdi. Sen burun Junhua Taybey deytin u, bu donimizga Jungo Taybey dedi. Bu masala keyin chiqishi mumkin, tahlilchilar keyin tahlil qilish mumkin. Lekin bu yerda Junhua deganda millatlarga o'yin o'z ichiga oladi. Masalan, Junhua Xalq Jumhuriyati 56 millatdan tarkib topgan deydigan gaplarni o'z ichiga oladi.
Jungo degende bunda gap yo'q. Bunda siyosiy ataliq o'tirg'i chiqqan emas. Lekin Jungo degan mush ism bu Manchungning oxirgi davrida o'tirg'i chiqdi. Jungo degan nima? Jungo degan qanday xat? Ikki xat, Hanzuchida ikki xat. Bu Uyg'urchaga tarjima qilsangiz o'tirdiki davlat degan. Ikki daryoning o'tirsidagi davlat. Seriq daryo, Xonxo daryosi, Changjiang, Uzun daryo. Bu daryoning bir ismi borda unutib qoldim, kechiringlar. Bu Uzun daryo, ikki daryo o'tirsidagi davlat. Aniq aytganda Saddichin sepilining ichidagi davlat. Hozirgacha Jungoliklar nima deb keldi? Xinjiang Han davridan tortib Jungoning ayrilmas bir qismi edi. Hürmetlik Jungolik efendiler 1 milyar 300 milyon 400 milyon deydi ekansilar, men bunda sanki ishonmayman. O'zinglarni 1 milyar 400 milyon Jungolik efendiler Xinjiang Han davridan tortib Jungoning zimini bo'lsa, Han davridan burun Xinjiang degan ism bormidi yo'q. Yani agar Xinjiang degan ism bo'lsa, Han davridan tortib sizlarning zimininglar bo'lib qolgan bo'lsa, Xinjiang Han davridan burun kimning zimini edi? Kimga tava edi Xinjiang degan ism? Logikada tutilib qoladigan, mantaqada tutilib qoladigan gaplarni qilsanglar, putirab turolmaydi so'zlaringlar. O'zinglar men putirab turolmaysizlar. Oqmaydi. Shunga buni rasmiy holda e'tirof qilish kerak. Jungoning yoki Hanzu otliq Jungoning atalmış Xinjiang'a hükümranlık qilishi, Uyg'uristonga hükümranlık qilishi 1943 yılı 1-2 aydan başlandı. 1943 yılı 1-2 ayda Kuomintangning 100 ming kishilik armiyasi Xinjiang degan bu rayonga, Uyg'uristonga tajovuz qilib kirdi. Kuomintang degan qonunliq hukumat, qonunliq partiya bo'ladigan bo'lsa, Xinjiang şu günden başlap Kuomintangga mustamlika oldu. Kuomintang mustamlika oldu. Yani yakında bir parça makale geldi. Uzunroq makale ekan. Bu Jungoning Yapon qarshi urush davridagi Stalin Rossiya bilan Jungoning o'rtasidagi munosabat. Buningda biz burun ko'rmagan konkret masalalar bor ekan, lekin jur'at qilinmabdi. Ben Xudo xolisa unimi tayyorlab sizlarga so'zlab keldim. Buni so'zimsam bo'lmaydi. Tayyorlab bo'lgandan keyin sizlarga so'zlayman vatandoshlar. Demak, bugungi masala mana shu. Siz hozir hurmatli Rais Xi Jinping birdan bir yo'l bizning taklifimiz, boshqa Uyg'urlarning ham taklifi va fikri shudir. Sizga taklif qilyapmiz yoki sizga murojaat qilyapmiz.